Mayli, boshladik. Demak, bu temir uchiqlar edi. Bu esa kaliy radanida hisoblanadi. Bu temir uchiqlarining eritmasi. Tajribamizni amaliy qismiga o'tamiz. Bu nima deydi? Sharaf bilan kamerani ushlab turgan o'quvchini chaqiramiz. Voy, Hamma o'qisin tushmagan endi xo'p deylar. Hali tushmayapsiz? Hali tushmayapsiz. Men uchun ko'rinsin deyapman. Tak, endi qo'lingizni uzatasiz. Qaranglar, bu kaliy radanitni eritmasi edi va kaliy radanit eritmasi surtiladi qo'lga. Qo'lga surtilgandan keyin biroz vaqt kutiladi. Ya'ni qo'lda joylashib olsin, qurib olsin degan mazmunda. Temir uch ionlar uchun sifat reaksiyasi hisoblanadi bu. Qo'lga surtadigan bo'lsak, qizil rangli, to'q qizil rangli eritmaga aylanadi yoki bo'lmasam nimani eslatuvchi? Qonni eslatuvchi eritmaga aylanadi. Shunday. Xuddi kesilayotganlik effektini beradi. Shunday. Sizni buncha qo'lingiz tekshiryapsiz. So'rak. Dildor. Shunday. Temir uch ionlar uchun sifat reaksiyasi hisoblanadi bu. Tomatinglar. O'zlaricha xon qilyapti. Ey xudo. Vau, o'chyapti. Tuzalib qoldi. Shunday. Dahshat doktor akana qarang, qo'liga joyda bir ko'rsatyapsiz. Mashina boyaga? Sarg'ayib qolmaymi qo'lim? Qo'lingiz kirib ketdi. Darroda ayt, kiringini o'g'layapti.